Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, mini traktor ishqibozlari, akalar-ukalar. Mana do'konimizga 1105 mini traktorimizga jatka ulangan, ya'ni jatka peredilka qilingan holatda, tayyor holatda olib kelib qo'ydik. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar, narxlarigacha aytib o'taman va manzilni ham aytib o'taman. Xo'p, bunimiz 7 million 400 ming, 7 million 300 ming so'mdan sotiladigan universal yonida pichog'i bor, 2 parrayli original jatkamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Kamini qilib beramiz aytilgan narxlardan. 2 parrayli o'rib, bedadan to o'sha o'tdan g'o'zapoyagacha o'rib, bemalol yonboshga taxlab, bir qator taxlab ketaveradi. Xo'p, bunimizda qanday peredilka qilingan? Xo'p, mana buni hamma yo'qlari, insholari, pastapkalari, remellarigacha bor jatkani komplektida. Jatkamizda insho qo'yildi, yonida mana bunday peredilka qilib ustakalarimiz qo'yib berishdi. Insho orqadan ikkita shlang orqali, yog' shlang orqali inshoni olib o'tildi va mana shu yerga peredilka qilib ko'tarib tushiradigan qilindi. Traktorimiz 18 ot kuchli, mana ko'rishingiz mumkin. Zavodskiy pasporti 1105 mini traktorimiz 18 ot kuchiga ega, salarkali, ya'ni dizel. Xo'p, endi bunimizda katta korobkali 1105imiz, ya'ni qanday balonlari bemalol legrovka bo'ladi, 60, 76, 90 hagatlarga bemalol tushaveradi. Oldini peredilka qilish kerak. Ya'ni orqasi tayyor holatda peredilka qilingan. Endi inshomizda bemalol ishlatilaveradi, ya'ni ko'tarib tushiraveradi jatkani. Orqasiga ham yana bitta o'zini zavodskiy inshosi bor. Bu katta insho qo'yganmiz. O'zini zavodskiy inshosini ham qo'shib beraman. Bo'ladi komplektda. Shunday qo'yib, freza, pluk, ya'ni o'rim sezon tugagandan keyin haydov sezon keladi. Haydovga o'zini inshosini qo'yib ishlatsalaring bo'laveradi. Frezasi 120 lik bo'ladi akalar. Ko'rib turibsizlar, balondan 10 sm bu tarafda, 10 sm bu tarafda kamida chiqib turibdi. Ya'ni bu aniq 120 lik. Oldingilarimiz 1.10 bo'lgan. 1.10. Bunda ikki qator freza pichoq yana qo'shilgan bularga. Mana ko'rishingiz mumkin. Faralari 3 talik remendan iborat bo'ladi mana. 3 talik. Skorlari 4 ta qo'lda bo'ladi mana. 3 ta oldinga, bitta orqaga, jami 4 ta. Va quyon toshbaqa skori bilan 6 ta bo'ladi. Jami skori 6 talik. Rollar gidravlika bo'ladi akalar. Ko'rishingiz mumkin. Rollari o'ta yengil. Hatto katta traktorlarnikidan ham yengil bo'ladi. Xo'p, eng oxirgisi massa uzadiganlari bor. Massa uzgichlari bor akalar, uzib qo'yiladi va akkumulyatorni aytib o'tmadik. Akkumulyator katta akkumulyatordan qo'yilgan. Statorlari zaryad yig'adi bu traktorimiz. Ko'rishingiz mumkin, gelvi akkumulyator. Xo'p, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Toshkentdan Vodiyga kiraverishda, o'ng qo'ldagi yangi ochilgan magazinimiz. Xudo xolasa yangiliklarimiz juda ham ko'p. Videolarimizni kuzatib boringlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.